Tezkor xabar: Ozoda Nursaidovaning klipi syomkasi vaqtida aktrisani gelik bosib ketdi. Assalomu alaykum azizlar, kun xabar kanaliga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborovani avtomobil bosib ketgan. Bu haqda aktrisaning o'zi Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Uning yozishicha, klipda suratga tushayotgan boshqa bir voyaga yetmagan aktrisa operator va rejissor Surat Mavlonovning ko'rsatmasi bilan Mercedes-Benz G-Class gelik avtomobilini haydagan, biroq o'sha paytda u mashina boshqaruvini yo'qotgan. Mashinaning g'ildiraklari sirpanib ustidan 2 marta o'tib ketgan. Oldingi g'ildiragi butunlay uning ustidan o'tgan, orqa g'ildiragi esa qizning ustida aylanib ketgan. Voqea oqibatida Sabrinaning tos suyagi singan, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgan. Jabrlanuvchiga birinchi yordam vaqtida ko'rsatilmagani natijasida ko'p qon yo'qotgan. Keyin uni 4-sonli shifoxonaga olib borishgan. 9 soatli operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingan. Biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgan, deyiladi xabarda. Bildirilishicha, ayni vaqtda shifokorlar qizning salomatligini tiklash uchun uning tos suyagini sindirib, suyaklarni to'g'irlash kerakligi, bunday operatsiyalar juda kamdan kam holatlarda muvaffaqiyatli o'tishini aytgan. Shuningdek, aktrisa voyaga yetmagan qizni suratga olish jarayoniga Ahad Qayyum olib kelgani va unga haydashga ruxsat berganini yozib qoldirgan. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatilmagani, faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishga texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida $500 to'lab turgan. Mazkur hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgani, lekin hali sud jarayoni boshlanmagani, Sabrina tergovchi unga ish materiallarini taqdim qilmaganini aytgan. Shuningdek, Sabrina normal yurish qobiliyatini tiklash uchun chet elda takroriy operatsiya o'tkazishni kerakligini aytgan va jamoatchilikdan yordam so'ragan. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.